Kunni qaysi vaqtiga sepish kerak? Ertalabmi, obeddan keyinmi, kechqurunmi? Dorini qaysi vaqtga sepish kerak? Ha. Dorini har doim ham kechki payt sepish kerak. Nima uchun kechki payt sepish kerak? Hozir bulutli bo'lib turibdi, havo salqin, ha. Mana bargam salqingina bo'lib turibdi. Bu paytga sepsa bo'ladi. Lekin kunni isigan paytiga bargam isiydi. Sepayotgan do'riz yarmi sachrab isparina bo'lib ketadi, yarmi tegishi bilan mana bu bargni o'zi isib turibdi-ku, qaynab turgan paytda sirazi isparina bo'lib yo'qolib ketadi. Nima uchun ham o'zgar sepish kerak? Nam o'zgar sepilsa, o'ziga ko'proq qoladi, ertalabgacha bu so'riladi. Qancha sekin so'rilsa, shuncha effekti yaxshi bo'ladi. Akalarimiz kelganlar, qayerdan kelgansiz? Men Qiztepadan. Qayerdan Qiztepa? Ismingiz? Men Xomrobod, Qiziltepa mahallasi Xomroddanman. Ismingiz? Ayoz. Siz qayerdan? G'oru devondan, Qushardi mahallasi. Qayeri u? G'oru devon, Qiztepa tuman. Qiziltepa tumanmi? G'oru devon. G'oru devon. G'oru devon. Ismingiz? Yo'ldosh. Yo'ldosh aka. Sizni ismingizmi? Mening ismim Yo'ldosh. Yo'ldosh aka. Serios. Ha. Men Arabondan. Yo'ldosh aka. Siz Arabon. Shu ma'lumotlar foydali bo'lgansa, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasiz.